Assalamu alaykum. Yaş analar yaxshimisilar? Balalaringlarni sog'lom cho'ng qilish uchun izlanayotganliklarini bilaman, chunki men mush yo'llarda mengayotgan bir ana. Hamda bu videoda men sizlarga so'ng sho'rpisiniki foydalari va etish usulini so'zlab o'tmoqchiman. Chunki men 4 yoshlik o'g'lim kichik vaqtlarda bu to'g'riliqda izlanmabdi ekanman, ham bilmaydi ekanman. Chunki keyin do'stlarimdan, atrofdagilardan bek jiq angladim bu so'ng sho'rpisining foydasini va o'zimni qilishga boshladim. Ham haqiqatan foydasini ko'rdim. Hamda Türkçe aqto'sanglar bekroq jiq video va tushuntirishlarga erisha olasizlar. Türkçe kemik suyu çorbası deydi. Google'da yoki YouTube'da intanjiq videolari bor. İzlanishinglarni arzu qilma, tavsiya qilma. Hamda mening ozgina izlanishimdan keyin erishgan natijalarda hamda so'ng sho'rpisining foydalarida bir necha modda shaklda tizdim. Birinchisi bu immun kuchimizni qo'g'daydi, kuchlantirdi, ya'ni kasal qarshi turish kuchimizni qo'g'daydi deganlik bizning sog'lom yashashimizga bevosita ta'sir qildi degan gap. Hazm qilishimizni yaxshilaydi, muskul va so'nglarimizning taraqqiy qilishiga foydasi bo'ldi. Ya'ni bu degani yetilayotgan kichik bolalarimizga so'ng sho'rpisi bersak, so'ng sho'rpisini tamoqlarimizga ishlasak, bolalarimizning so'nglari mustahkam sog'lom o'sib yetildi demakchi. Tez jaynak degandek bo'g'ilma og'riydiganlarga intayin foyda qildi. 5-si hujayralarning yangilanishini tezlashtirdi, qerishning oldini oldi. 6-si uyqumizni yaxshilaydi. Ya'ni uyqu masalasi borlar, yaxshi uxlayolmaydiganlarga foyda qildi. Ya'ni mencha so'ng sho'rpisining foydasi bo'lalam emas. Buni intayin jiq sanab tugatgil bo'lmaydi. Endi so'ng sho'rpisining uzuqlik qiymati intayin yuqori. Bunun tafsilotiga kirmayli mencha. Endi men bolalarimga qanday shaklda tayyorlayman desanglar, YouTube'dan kemik suyu çorbası deb Türkçe videolarni ko'rdim. Bunun hamda ba'zilar ko'pinchisi deydi 12 soat, 20 soat ashta qaynatishni tavsiya qildi ekan. Ham bular YouTube'dagi videolarda ko'pinchisi jiq qaynatib olib, bir qatimliq stakan qachilab, to'nglatib olib, har qatim lozim bo'lganda bir stakanni, 2 stakanni chiqarib ishiltirganga eritib shuni tavsiya qildi. Endi men shaxsan uni qilmadim. Men bolamga haftada 3-4 qatam uyda bo'lib qolsam, sirtqa chiqmagan vaqtimda uyda o'zim uzunroq qaynatib, kunlik qilishga tirishdim. Ammo unda 12 soat qaynatmadim. Faqat shu rasmda ko'rganinglardek mesela etini qoplam, kichik o'tiral cho'nglikdagi ko'r qozonga bir parcha qo'yninki go'shtning qo'yninki so'ngki, ya'ni jiligi bor so'ngini tashlayman. U bir 2 soatdan 3 soatgacha qaynaydi. Undan keyin asol sayko'ktatlar bolamning tam nimasiga asosan. Mening bolam masalan sal tatliroq, kichik amroq. Shunga u samsaq, zanjivil deganlarni oz qilma, piyozni, kichikroq piyoz tanlayman. Ammo sabzini jiqroq qilmas, chunki sabzida tatliq tam berdi emasmi? Ba'zida oz brokoli qo'shib yetaman. Ya'ni sayko'ktat qancha jiq bo'lsa, ta'mi g'alit bo'lib ishqilmaydi. Oz qilib, ya'ni bir necha xil sayko'ktatni oz qilib, bolam tatliq tamga amroq bo'lganki, sabzini jiqroq ishlataman. Shuning bilan bu sabzi bilan, ya'ni bu sayko'ktatlar bilan 1 soat qaynagandan keyin ondan blender bilan ozroq ezib deb nima qilma. Ya'ni suyini suzib ichirma. Bolamga ma ashning suyi bolam ichib tugating deb bir kunda masalan bir yarim litr nimani mushla sayko'ktat bilan so'ngning birga qaynagan sho'rpisini ichidi. Buning intayin yaxshi foydasi bo'ldi. Hamda qizimga kichik 1,5 yoshlik qizimniki tomoqlarini masalan xulub ash deymiz yoki sho'v guruch degan narsalarni qilib bergan vaqtida uning suyiga, ya'ni shu so'ng sho'rpisini ishlataman. Qizimning yetishiga intayin foydasi bo'ldi. 1,5 yosh kirdi. Xudoga ming shukr, hozirgacha bunda bir ushoq og'rib, bir qatim zukamdab qolganini hisob qilmaganda og'rib qolmay sog'lom cho'ng bo'layotdi. Shunga hammalarga buni tavsiya qilman. Bo'libmi kichik bolasi bor onalarga cho'qim so'ng sho'rpisi qaynatinglar va tomoqlaringlarga ishlatinglar deb buni tavsiya qilman. Hammalarga va bolalarga Allohdan salomatlik tilayman. Xayr xo'sh.